sovuq xabarlarga ko'ra, bugundan avtomobillar, endi benzinli bo'lsa kerak, nomer taqishingiz uchun umumiy 8,5 million pul kerak ekan. Mana shunaqa bitta Spark olmoqchi bo'lgan odam benzinli. Mana shuni biz 4700 dollarga sotdik. Yaqinimizga edi, o'rtog'im Muzaffarniki edi. Xullas, shuni olgan odam hozir yana 8,5 millionga choq qitib nomer oladi, davlat ro'yxatdan o'tkazish uchun, davlat raqami ro'yxatdan o'tkazish uchun. Boylarga zo'r, boylarga maza bo'ldi. Ana qimmat nomerlarni arzonga olyapti, lekin mana bunaqa yig'ib terib birinchi mashinasini mana bunaqa 4600 dollarga Spark oladiganga yana 800 dollarga nomer olish qanchalik bu to'g'ri? U nomer taqsa bo'ldi. Nomeri bo'lsa bo'ldi unga 4 ta 7, 3 ta 7, 3 ta 1, GGG, FFF, QQQ vaqt qiziqmas unga. U shunchaki xursand. Birinchi mashinam olganda Cobaltda. Nomeriga vaqt qaramagan ekanman. 1,5 yildan keyin bilganman nomerini yodlab, unda ham 856 edi, oq Cobaltda. Oho. Nomer qiziq bo'lmaydi. Arzon mashina olayotgan odamga, akalar. Mayli. Nasib shu ekan, yashasizga o'ralganmiz xullas. Okalar, endi mashina olishga emas, menimcha nomer taqishga pul yig'ishga kerak. Mashinaning narxidan nomeri narxi qimmat bo'lib ketdi. Oddiy kecha 7 million bo'lgan nomer bugun 8 million 650 ming. Bu nima degani? Kundan kunga oshib boradi, birjaga o'xshab. Xullas, okalar, endi o'zingizlarning auksion nomerlarini taqaman desanglar ham, palon pulga olgansizlar, 4,5 million to'lab taqasizlar. Nima degan gap bu? Haqiqatan ham Fayzobodda mana hozir egamiz hamma zolotoy nomer taqyapti. Oddiy nomer yo'q. O'sha 7 million qanchadirlik nomerdan общий оформление 10,5 millionga aylanyapti. Trekker mana hozir taqdi. Biz ham mana bunga hozir taqmoqchimiz. Yangi mashina oldik kecha podarkaga. Faqat zolotoy nomerlar, faqat qitcha nomerlar bo'ldi. Hozir mana mamlaga ham taqiladi. Endi bularda puli bor. Endi mana bunaqa matizlarni nima qilsin? Bilmayman. Prostoy nomeri yo'q hech kimda. Faqat qimmat nomerlar hammasi. Bittasi 8 dollarga Jigulyapti. Nomer 10,5 million. Mayli sabr. Mana shu nomer bizga bo'ldi. 10,5 millionga tushdi. Shu. Bitta temir. Ikkita temir. Bugungi holat bo'yicha, ya'ni 07/01/2026 bo'yicha 11 million 652 ming bo'ldi. Kecha 10,5 millionlar. 1 million 100 qanchagadirmi? 1 million 300 ga oshib ketdi o'rtoqlar. Hammaga assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Navoiy viloyati Navoiy shahrida avtokredit 4/8 rahbari bo'laman. Ismim Muzaffar, familiyam Kasimov. Xo'sh, tegishli mutasaddilarga murojaatim, ya'ni Miro GAIdagilar hamda uni ustidan turadiganlarga murojaatim. Xo'sh, akalar, ukalar, opalar, singillar. Qanaqaki odam bo'lishimiz kerakki, bu narxlarni bunchalik ko'tarib yurishimizga. Oddiy xalqqa buncha azob berib 4,700 ming so'mlik nomerda, 4,700 ming so'mlik nomerda olib tashladingizlar dekabr oyini oxirida. Nimagaki, bizani bazamiz shunaqa bo'lib qoldi, bizga keldi buyruq, faqatgina qimmat nomer sotishimiz kerak. U ham 7 million 4 ming so'm to'lanardi. Seyfrovatga spesialni yop tashladingizlar bazani. 7 million 4 ming so'm yo'qqa 3 million qancha 10 million 500 ga odamlar nomerda olaverdi. 2 kun 3 kun sabr qildi odamlar, bordi qaradilar, oddiy nomer bermadilar xalqqa, 4,700 ming so'mlik nomerda. Keyin nima bo'ldi? Oldizlarda odamlarga shu nomerlarni tiqdizlar. Gap yo'q, kimdir tushundi to'g'ri bu narsani. Biz ham har bitta ish faoliyatimizda, ya'ni men o'zim avtokreditchiman. Mashinani Anorbank, Hayotbank hamda Kapital bank orqali vositachi hisoblanaman. Odamlarga sotamiz, hujjatlarni rasmiylashtirib beramiz. Aziz do'stlar, bu nima degan gap? Mayli, 10 million 500 ga odamlar kuyundi. O'zi 10 million 400 qanchalik narsa, to'g'rimi? Odamlar kuyunyapti, borib olibdi, iloji yo'q deyapti. Chunki sizlar ham 10 kun berasizlar. Shartnomani oldi sot shartnoma qilganimizdan 10 kun ish kuni ichida nomer to'qishimiz kerak. Nomer to'qmasak, aziz do'stlar, shtrafga kiramiz. Bir aklab shtraf to'lashimiz kerak, boshqa bo'lish kerak, to'g'rimi? Endi menda hozir bitta savol tug'ilyapti. Nima uchun ommaga sizlar aytmadingizlarki, mana bugun sanamiz 7-yanvar 2025-yil kuni narxlarimiz yana oshyapti. Shuni bilib qo'yinglar. Bizlar narxlar shunday oshgan keldi deb aytmayapsizlar. Bu nima degan gap? Iltimos sizlardan tegishli joylarga shu narsani yetkazaylik, bir ko'rsinlar. Bu nima degan gap? Odamni, xalqni realni uncha pul sizlar qayerdan buncha pulga odam xalq nomer oladi? Puli bor odam bordir. Hozir mintaqalash bo'lyapti-da, odamlarning shu pasti baland nima qanday? Taksiz ham uchta 7 ta qopti. To'g'rimi?
oddiy xalq ham uchta yetti toqish kerak, endi boshqa qilish kerak. Kimdir uchun bu zo'r gap bo'lishi mumkin emas. Odamlarni mazasini qochirib tashlayapsizlar. Iltimos sizlardan ko'proq repost qilib shu videomizni tegishli joylarga yetkazish uchun shu kommentariyalarda hamda shu samolyotchalarni jo'nataveringlar. Tegishli joyga yetib borsin shu gap. Oddiy xalq ustidan ya'ni kulish bor, orchut ko'p. Hech qanaqa oddiy nomer yo'q, faqat auksion nomer olishga majbursiz. Fayzobodga nomer taqishga kelganmiz, lekin nomer mavzusi hali yengillangani yo'q. O'rtoqlar, oddiy nomer taqmoqchi bo'lsangiz, oddiy nomer qolmagan deyishyapti. 10-15 kunda keladi, auksion nomer olishga majbursan deyapti. Men shaxsan auksion nomeriga qiziqmayman. Menga qiziq joyi ham yo'q. 500 dollar, 600 dollarga mashina olgan odam 800 dollarga nomer taqmoqchi. Xullas, yiqqan terganini ko'pchilik yetmagan joyini nasib qilib kelyapti-da, lekin men bu yerda misol uchun majbursan 4,5 million, 5 million qo'shimcha to'lov qilib nomer taqishga. Nima deysizlar, bu to'g'rimi yo'qmi? Oddiy xalq ustidan kulishdi bu. Bunisi o'tib tushdi lekin. 7 million kech qo'yuvdim auksion nomer, bugun o'sha 8 million 650 ming yana narx ko'tarildi. Eng qizig'i, auksion nomeringiz bo'lib turib, saqlovda uni yangi mashinaga taqaman desangiz 4 million 600. Vashsha narx-navoli bilmam. Bu ketishda odamni o'sha оформление qilmasa ham kerak, chunki notarius o'zi ham falon summa. Oddiy оформлениеңiz o'sha 1000 dollar botda. Bilmadim. Xudo xolasa umid qilamiz, oddiy nomerlar ochilishini kutib qolamiz. Endi bu ketishda o'sha odamlar mashinaning nomiga оформление ham qilmasa kerak, faqat генеральный davrini solsa kerak. Ko'rib tursiz, shuncha mashinalar bor, lekin suvda совсем nolga tushgan, chunki оформление qilib bo'lmayapti. Duo qilib turamiz, Xudo xolasa oddiy nomerlar ochilsa, yana oldingidek savdolar bo'lsin. Yengini sizlarga zo'rni aytayman. Sizlar hozir gaiga kelsanglar, любой gai Toshkent bo'yicha 6 million so'mlik nomer taqishga majbursizlar. Chunki tekin nomerlar qolmabdi. Misol uchun siz to'kli mashina bo'ladigan bo'lsa, kelardingiz, nomer taqib ketardingiz, любой nomer sizga 2,5 million so'm bo'lardi. Hozir kelasiz, 6 millionlik nomer tanlaysiz, yana 900 ming atrofida dalpatasi bor ekan. Xullas aka 7 million so'm tayinlab kiyavering. Tekin nomerlar esa 15-yanvargacha chiqmas ekan. Bu yerga akamning ishlari bo'yicha. Aytgancha 007, 3-7, 001 va shu kabi yaxshi nomerlar qolmagan. Ulardan umid qilmasanglar ham bo'ladi. Bu yengillikni hamma tanishiga olib qo'ydi. 7-yanvar 2026-yil Sobir Rahim gayiga keluvdik. Nomer taqqan. Nomer yo'q, akalar. Auksion nomer bor ekan, 8,5 million hisoblab berishdi. Bugun kun bilan nomerni o'zini. Oddiy nomer kelguncha hisob ma'lumot oldik biz. Shuni haydab yursak bo'lar ekan. Oddiy nomer keladigan vaqti aniq emas ekan. Xabar olib turasizlar deyishdi. Endi 40 bilan chiqqan mashinamizni bunga taqmoqchi edik. Endi kutib turamiz oddiy nomer chiqquncha. Agar auksion nomerimiz ham bor edi bizani, oldin shunda taqib ketardik. Даже 1 milliondan oshiq arzonroqga tushardi bizga. Hozir bugungi kunda 8,5 million hisoblab berishgan o'sha auksion raqamni yarim bahosini to'lab endi taqarkanmiz. Shu saqlovdik nomerimiz. Yoki shu oddiy nomer taqadiganlar uchun shu hozir mana shu bir hafta orasida kelib qolish kerak deyishyapti. Aniq ma'lumot yo'q o'shanda ham. Mana shu hisob ma'lumot olib, agar zarur odam haydab turadi. Ammo odam ma'lumot shu bilmaganlik uchun. Bugun kun mavzusi gailar haqida bo'lyapti. Xabaringlar bor. Oddiy nomer taqish bazasi ishlamayapti, to'g'ri. Hozir faqat auksion nomer taqilyapti. Auksion nomer bo'lsa 7 million 4 ming so'm yangi yilgacha skidka bo'ldi. Hozir skidkalar tugadi. Bunaqa katta vahima qo'rmaymiz. Mashinani 10 kun ichida оформление qilgandan keyin texosmotordan o'tkazib qo'ysanglar, o'sha yerda shu texosmotordan o'tilgan sanasi bor. Men 10 kundan o'tib ketsam hech qanaqa shtraf bo'lmayapti deb aytishyapti. Ko'pchilik gai xodimlarning ham bundan xabari bor. Qachon baza ishlasa borib oddiy nomer taqishingiz mumkin. Ko'pchilik bo'ldi auksion nomer majburiy ekan deyishyapti. U majburiy emas, xudo xolasa ishlab qoladi. Umid qilamiz. To'g'ri, bir xil mashinalarga даже 7 millionlik nomer taqisi ham kelmaydi. O'shancha keng muhokama qilmaymiz. Xudo xolasa ba'zilar ishlasa, yana oddiy nomerlar taqib yuraveramiz.
Mashina olasiz, lekin oddiy davlat raqam belgisi yo'q. Sababi hozirgi kunda avtomobil davlat raqam belgilarini berish yangicha tizimga o'tyapti. Xullas, avtomobilga chiroyli raqam toqish, uni davlat ro'yxatidan o'tkazish sizga hozirgi kunda jami hisobda 12 million so'mga aylanyapti. Avtomobil raqamini saqlovga qo'yish endilikda bugundan boshlab 4 million 326 ming so'm tashkil qilyapti. Siz kunlarda yana oddiy raqam olishingiz mumkin, faqatgina yangicha sistemada random tizimi orqali raqam olishingiz mumkin bo'ladi. Ushbu videoni yaqinda mashina olmoqchi bo'lgan va chiroyli raqamlarga qiziqadigan o'rtoqlarga jo'natib qo'yinglar. Bugundan boshlab avtoraqamlarning narxi oshdi. Ya'ni 7-yanvardan O'zbekistonda avtomobillarga yangi raqam taqadigan bo'lsangiz 8 million 652 ming so'm to'lov qilishingiz to'g'ri keladi. Yoxud o'zingizlarning nomeringlarni xraneniyaga yoki boshqa mashinaga перекид qiladigan bo'lsangiz 4 million 326 ming so'm to'lov qilishingiz to'g'ri keladi. Bu videoni yangi nomer taqmoqchi bo'lib yurgan tanishlarga tez jo'natib qo'yaverasizlar. O'zi 800 dollarga Jiguli olib, yana 800 dollarga nomer taqish kerak. Bilmadim bu yoq nima bo'ladi. Bilasizlar, biz 600-700 dollar bilan mashina sotamiz. Klientlarimiz zo'rg'a o'sha pulni tirikchilik qilaman deb pulni topib kelishyapti. 800 dollar boshlang'ich to'lov bilan mashina olaman deb, lekin yana 800 dollarga nomer taqish kerak bo'lyapti. Yo'q, qolgan o'sha nomer taqishga hozir pullari yo'q. Klientlar mashina olisha olmayapti. Bitta yaqin og'aynim 10 kun oldin Jiguli oldi 800 dollarga, hali ham nomer taqmasdan o'tiribdi. Chunki 800 dollarga olgan mashinasiga yana 800 dollarga nomer taqish kerak. Bu qanchalik to'g'ri? Agar meni fikrimga qo'shilsanglar, bitta like bosib, maksimalni bu videoni tarqatib tashlaylar. Kattaroq blogerlardan iltimos qilgan bo'lardim, mana shu masalaga befarq bo'lmasliklarini. Shaxsan o'zim 3 nomer 3,5 million bo'lsa ham, 769 nomer 3 million 400 ming so'm bo'lsa, 100 ming so'm farqi bo'lsin, o'sha 100 ming so'm arzoniga oddiy nomer taqaman. Shunaqa odamman. Siz qanaqa fikrdasiz? Kommentariyada yozib ketinglar. Bu xalqqa majburlar mana qimmat nomerlarni o'tkazishmi yoki mashina haydashni qiyinlashtirishmi tushunib bo'lmayapti. Qachon yengillashishi mumkin? Pashti 10 kun bo'lib qoldi. Hozir oddiy nomer umuman sotilmayapti. Ma'lum kattaroq mashinalar taqishga sharoiti bordir, puli bordir, lekin kichkina mashina olganlar o'zi zo'rg'a 700-600 dollar boshlang'ich to'lov bilan mashina olganlar qanaqa nomer taqishi mumkin? Videoga like bosib maksimal tarqatib tashlaylar. Mana shu masalani menimcha ko'rib chiqmasak bo'lmaydi.